Abduqodir Husanov 2004-yilning 24-fevralida Toshkent shahrida tug'ilgan. Bolaligida o'z Bunyodkor akademiyasida o'qib, turli pozitsiyalarda, hatto hujumchilikda ham o'ynagan, keyinchalik esa markaziy himoyaga yo'naltirilgan. Uning birinchi professional klubi ham Bunyodkor bo'lgan. Yoshligida ko'p mehnat qilgan Abduqodir 2022-yilda Belarusning Energetik Minsk klubiga ko'chib o'tgan va u yerda o'z mahoratini namoyish qilgan. 2023-yilda Fransiyaning Lens klubiga o'tgan. 2025-yilda esa Angliyaning Manchester City klubiga imzolangan. Shu orqali APLda o'ynagan birinchi O'zbekiston futbolchisi bo'ldi. Shu yillar davomida u transfer bozorida eng qimmat O'zbekiston futbolchilaridan biriga aylangan va sobiq ittifoq hududi futbolchilari orasida yuqori baholangan. Abduqodir himoyada tezligi va harakatliligi bilan ajralib turadi. Murabbiyi Pep Guardiola uni bizga yetishmayotgan o'ziga xos sifatlarga ega futbolchi deb baholagan. 21 yoshgacha bo'lgan futbolchilar orasida himoyachilar bo'yicha internatsional reytingda u eng yuqori bahoga ega bo'lib, yuzlik tizimda 81.8 ball bilan baholangan. U O'zbekiston milliy terma jamoasida ham ishtirok etgan va yoshlar darajasida ham maydonga tushgan. 2025-yilning mart oyida O'zbekiston prezidenti bilan uchrashgan va o'z imzosi tushirilgan Manchester City futbolkasini sovg'a qilgan. Shu yilning fevral oyida esa Londondagi O'zbekiston elchixonasiga tashrif buyurgan va yosh futbolchilar uchun namuna bo'lishi mumkinligini ko'rsatgan. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kommentlaringizni yozib va mening kanalimga obuna bo'lib qo'ying va keyingi videolarimizgacha salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.